Sizning reklamangiz kim tomonidan ko'rilayotganligini Facebook Pixel qayerdan biladi? Saytga kirdingiz, ro'yxatdan o'tdingiz, ariza qoldirdingiz. Bu yerni qayerdan kuzatadi? Bugungi darsda Facebook Event, ya'ni sabitalar haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va shu savollarga javob toping. Sabita, ya'ni Facebook sabita o'zi nima? Keling, qisqacha tushuntirib o'taman. Sabita bu yoki bo'lmasa event saytga kirgan mijozlaringizni hamma xatti-harakatlari. Ya'ni ular saytga kirib qanaqadir xatti-harakatni deysa bajaradi, bu hammasi Facebook tilida eventlar yoki bo'lmasa sabita deb ataladi. Misol qilib aytamiz, saytga masalan reklama yoqdingiz va reklamani ko'rgan odamlar knopkani bosdi va saytga o'tdi. Bu ham bitta sabita, ya'ni saytni ko'rish sabita, ya'ni page view deyiladi, ya'ni saytni sahifasini ko'rgan odamlar. Xo'p, sabitalar o'zi qanaqa ishlaydi? Hozir men sizlarga uni tushuntiraman, lekin bundan oldin bitta narsani sizlarga o'rgatib qo'ymoqchiman. Ya'ni siz targetolog sifatida bu sizga ish topishingizga ham qo'l keladi. Ya'ni qanaqadir kompaniya o'zi Pixeldan foydalanadimi yoki foydalanmaydimi? Buni aniqlash yo'li bor. Ya'ni siz buni bilsangiz bo'ladi. Ya'ni saytiga Pixel o'rnatilganmi yoki o'rnatilmaganmi? Keling, buni hozir sizlarga tushuntiraman. Buning uchun brauzerimizga kiramiz, ya'ni Google brauzeriga kirdik va bu joyda poiskda Web Story Chrome deb yozamiz. Va bizda birinchi sahifa chiqib keladi, ya'ni sayt. Chrome Web Story. Ichiga kiramiz va bu joyda biz Chrome'ni instrumentini o'zimizning brauzerimizga o'rnatamiz. Buni tepada Facebook Pixel Helper deb yozganimizda bizda birinchi bo'lib mana chiqib keldi. Ko'rdingizlar? Meta Pixel Helper. Bu Facebook'ning rasmiy yordamchisi. Ya'ni Pixel, ya'ni saytda Pixel o'rnatilganmi, o'rnatilmaganmi tekshirib beradi yoki bo'lmasa qanaqa sabitalar bo'layotganligini bizga aytadi va biz bu orqali reklamalarimizni natijasini yaxshilab boramiz. Qarang, kirdim. Bundan keyin buni men ustanovka qilaman. Ko'rib turibsizlar, Pixel Helper deyapti. Bu rasmiy. Sizlar buni ustanov qilasizlar. Bu ustanovkasi o'zlaringizning Google Chrome brauzerlaringizga bo'ladi. Mana ko'rinishi bunaqa ko'rinishda mana. Endi men xohlagan saytimga kirib, u saytda Pixel o'rnatilgan yoki o'rnatilmaganligini bilib olishim mumkin. Masalan, Profi University saytiga kiramiz va bu joyda mana saytga kirdik va endi mana bu yerda расширение ustiga bossak, mana Pixel. Qarang, e'tibor bersangiz mana Meta Pixel mana bor deyapti. Ya'ni bitta Pixel Profi University saytiga o'rnatilgan deb aytayapti va mana Pixelning ID raqami va birinchi bo'lib menda page view sahifasini ko'rdi. Ya'ni men sizlarga aytganimdek, Pixel sabitalar bu mijozni kirganda, ya'ni men mijozman, saytga kirdim va birinchi bo'lib Pixel menga bitta sabitani aniqlab berdi. Event bu sabita bu page view, ya'ni birinchi bo'lib page view sahifaga kirdi dedi. Endi boshqa harakatlarni bajarsam, ularni ham alohida menga ajratib beradi. Lekin biz buni hammasini alohida Facebook'ga qo'shib qo'yishimiz kerak. Ya'ni odam saytga kirganda bu knopkani bosganda bunaqa xatti-harakat bajardi, bu knopkani bosganda masalan ro'yxatdan o'tdi deb unga ma'lumotni berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, uni keyin gaplashamiz. Hozir davom etamiz. Endi uzumni ko'ramiz mana. Uzumga kirdik. Uzumda ham bormi yo'qmi tekshiramiz, qarang. Bosdik mana. Qarang, uzumda ham Pixel bor mana. Pixel bor dedi mana. Kirdi mana. Pixel bor va birinchi bo'lib men mijoz sifatida kirganim uchun birinchi sabitani aniqladi. Ya'ni page view sahifasini ochdi. Ya'ni page view bo'ldi. Ya'ni odam kirdi va sahifangni ochdi deyapti. Endi siz kirgan odamlar, saytingizga kirgan odamlarni ajratib olishingiz mumkin. Endi siz boshqa sabitalarni kuzata olasiz. Masalan, tasavvur qilaylik. Masalan, men svetokopiya bo'lmaganini ustiga bosaman. Ustiga bosganimdan qarang. Endi yana Pixel Helperga kiraman. Endi nima bo'ladi? Qarang. Birinchi ko'rdi, mana sahifaga kirganingizni ko'rdi Pixel. Ikkinchi content ko'rdi deyapti. Ya'ni content mana katalogda biz tovarni ko'rdik. E'tibor beringlar, mana tovarni ko'rdik va aytayapti mana. Tovarning narxini ham qo'shib qo'yapti mana. Bumaga mana produkt, tovar narxi so'mda turibdi va qiymati 35990 so'm. Narxini bitta ko'rsatay. Mana 35990, endi 34490 ekan. Bular Pixelda sal narxini bunaqa ko'rinishda berib qo'yibdi. Mana kontentda narxi bunaqa bergan ekan. Ya'ni bular aniq sonda ko'rsatganligi uchun, masalan, tovarni sotadigan bo'lsa, tovarning narxini, umumiy qiymatini Facebook analitikasi chiqarib beradi. Bularni hali keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Qarang. Undan keyin korzinkaga kirish knopkasini ustiga bosaman. Ya'ni biz qaranglar. Nima qilyapmiz? Estarza bo'lsa, Xmindda men sizlarga ko'rsatganim mana xuddi shunaqani endi sabitalarni bitta-bitta men sizlarga tushuntirib o'tayapman. Mana sahifaga kirdim, mahsulot tanladim, mana mahsulot tanladim, keyin savatga qo'shishni bosdim, mana savatga qo'shishni bosdim. Endi qarang, Pixel nima qildi? Savatga qo'shilganini ham aniqlab berdi mana. Alohida sabita dedi. Ya'ni chunki bu alohida sahifaga o'tib o'tyapman. Mana qarang, uzum.uz kart. Ya'ni alohida sahifaga o'tganim uchun buni ham bitta sahifa dedi. Endi siz Pixel orqali bu sabitani ajratib olasizda va reklamani ishga tushirasiz. Xuddi shunaqa tarzda yana davom etamiz. Masalan, оформлениеni bossam, Pixel nima qiladi, qarang. Uje buni ham alohida aytayapti. Оформлениеni alohida sahifa
ko'rinishda ko'ryapti. O'zi pikselda sizda shunaqa imkoniyat bor edi. Masalan, korzinkaga bosganlarni alohida unga aytib, korzinkaga bosdi bular, ya'ni savatga qo'yishdi deb alohida unga savat qo'yishdi deb alohida sabitga qo'shib qo'yishingiz mumkin edi. Endi sizlarga men alohida shablon yaratganman. Shu shablon sifatida sizlarga tushuntirib o'tmoqchiman. Qarang. Pikselda asosiy biladigan narsangiz shablonda nima bo'ladi? Birinchi bo'lib, o'zi piksel qayerda joylashgan, shuni bitta eslab olamiz. Buning uchun Facebookga kiramiz va asosiy Facebook profilimizdan biza Ads Managerga o'tamiz. Ads Manager, ya'ni reklama yoqadigan instrumentga o'tdik, Ads Managerga. Va endi birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa Business Portfolio, ya'ni Business Managerga o'tamiz. Business Manager haqida umumiy tushunchaga ega bo'lish uchun yoki bo'lmasa umuman bu haqida esdan chiqqan bo'lsa yoki bo'lmasa umuman tushunchaga ega bo'lmasangiz, sizda o'zi Pixel umuman o'rnata olmaysiz. Shuning uchun Business Manager mavzusini qayta ko'rish tavsiya qilaman. Bu hozir sizlar ekranlaringizda chiqadi. Shuning uchun Business Manager mavzusini qayta ko'rib olinglar. Qaranglar. Hozir men Ads Managerdaman va bu joyda men Business Managerga o'tishim kerak. Buning uchun chap tarafda ekranga bosdim. Mana bosganimda mana ko'rsatyapti, qarang. Mana bu shaxsiy reklama akkaunti, mana biznes menejerlarning biznes portfoliolari. Masalan, men bu joyda profiga o'taman, Profi universitetiga o'taman va bu Profi universitetining biznes menejeriga kiraman. Mana biznes menejer kirdim. Yoki bu holatda kirishingiz mumkin, yoki bo'lmasa nastroyga kompaniya qilib kirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, menda подтвердить akkaunt so'rayapti. Hozir men bitta подтвердить qila olaman. Endi qaranglar, e'tibor beringlar. Biz biznes menejer, biznes portfolioning ichida biz mana Profi universitet biznes portfolioning ichida va bizda mana 2 kishi bor. Bizda mana источник данных degan bo'limni ochamiz va источник данных ichida bizda nabor данныйga kiradigan bo'lsak, bizning pikselimiz bor mana. Shuncha piksellar bor. Bu piksellarga yana o'tishimiz uchun chap tarafda mana event manager kirsak, bu eventlar, ya'ni piksellar joylashgan joy bo'ladi. Mana ichiga kirsak, piksellar mana shu event manager orqali ham yaratiladi. Bo'lmasa hamma eventlar mana shu joyda ko'rinadi. Mana eventga kiradigan bo'lsa, menda masalan bu yerda unga o'taman. Mana ko'rib turganimizda источник данных ustiga bossak, mana bizning pikselimiz ko'rinadi, mana piksel. Mana ko'rib turibsizlar, piksel. Va piksel ishga tushgandan keyin mana sizlarga mana bunaqa ma'lumotlarni yig'ib beradi. Mana ko'rib turibsiz, page view bo'ldi. Page view, ya'ni sahifaga kirgan odamlar oxirgi oyda hisoblayapti. Ya'ni bir oyda masalan 17 mingta odam. Ro'yxatdan o'tganlar 517 ta, lead qoldirganlar 160 ta, kontent ko'rganlar 92. Xuddi shunaqa tarzda ma'lumotni men bilan ulashyapti piksel. Xo'p, yana men nima qo'llayman? Bu pikselda men pikselning nastroykasiga kirib, pikselning ID raqami bo'ladi yoki mana bu tarafda ID'si yoki mana bu yerdan ID olsangiz bo'ladi yoki mana ID raqam. Bu pikselning ID raqami, ya'ni pikselning ID raqami. Siz bu IDni o'zi bundan oldingi darsda piksel haqida gaplashganimizda mana bu narsani sizlarga tushuntiraman. Mana piksel. O'zi piksel kodda siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu mana bu pikselning ID'si hisoblanadi. Mana shu ID'si. Bu IDni siz razraботчикка tashlab bersangiz, u sahifani, ya'ni saytga kirganda sahifani eng tepasiga bu narsani qo'yib qo'yadi. Xo'p, keyingisi har bitta ma'lumotga saytimizga kirganimizda, mana profil saytiga kirdim. Saytiga kirganimizda masalan ariza qoldirish bosganda, men bunga aytishim kerak, masalan, prosmotr kategoriya tovar, ya'ni tovar bo'lmagani uchun men buni masalan ariza qoldirish bosganda, sen bunga mana bu kodni berasan degan ma'noda unga razraботчикка hamma narsasini berishim kerak. Lekin buni biz hozir keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Hozir men sizlarga umumiy tushunchani berdim piksel haqidagi ma'lumotni. Xo'p, keyingisi piksel masalan qachon yaratilganligi va kimga taalluqliligi ko'rsatyapti va pikselning ichidagi reklama kabinetlar, qaysi reklama kabinetlar pikselni boshqarib biladi. Pastga tushamiz va bu yerda mana avtomatik saytni o'zi yoqib qo'yishimiz kerak. Buni ham yoqib qo'yamiz. Keyingisi API conversion. Hali bizda hozir API conversion kerak emas. API conversionni keyingi kanallarda ko'ramiz. O'zi API conversion degani bu o'zi piksel bu oddiy saytga o'rnatiladigan narsa bo'ladi. API conversion bu serverga o'rnatiladi. Buni razraботчикlar yaxshi tushunadi. Endi mana bunday olib qarasa, mana siz saytga kirishingiz uchun orqada server bo'ladi. Ya'ni sayt qayergadir joylashgan bo'ladi. Masalan, qayerdir Amerikaga joylashgan bo'lsa, Berlinga yoki O'zbekiston hududiga joylashgan. Ya'ni saytga kirishingiz uchun u server orqa tarafda, ya'ni saytning orqadagi narsasi, background qismi, odamlar saytga kirganda, saytga kirish uchun serverga xabar boradi. Kirmoqchi deydi, server u saytni yuklab beradi. Ya'ni saytning ma'lumotlari ham serverga joylangan bo'ladi-da, ya'ni oblakada narsa. Pastga tushamiz, bularni tushgan, bu razрешение qilganimizda hamma narsa qilgan bo'ldi. Pikselimizda hammasi joyida, sabitalar joyida. Endi biz keyingi darsda sizlar bilan birgalikda Facebook piksel sabitalarni qanaqaligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni hammasini ruchnoy o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zi avtomatik page view turgan bo'ladi, lekin biz alohida hammasini o'rnatishimiz kerak. Targetingga oid foydali ma'lumotlarni o'tkazib bormaslik uchun Ustozia Telegram kanaliga obuna bo'ling va barcha foydali ma'lumotlarni shu yerga jo'natamiz. Agar sizda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizda yozib qoldiring. Barchasiga o'zim
javob beraman. Agar siz Ustoz AI loyihasini qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali bizga donat qilishingiz mumkin. Keyingi darsni ko'rish uchun ekrandagi playlist ustiga bosing.